Hammaga assalomu alaykum. Biz ushbu milliy sertifikat savollarimizni hozir yechimini boshlaymiz. Va bundan manfaatli bo'lgan bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling va like bosing deb qolamiz. Endi ushbu savolda bizdan 3 ta sonlar arifmetik progression xatlari deyilyapti. Bular keyingi xatlar esa geometrik progression xatlari deyilyapti. Bunga ko'ra birinchi qiladigan ishimiz bizda arifmetik progressiyada bitta xossa bor. A1 plus A3 teng bo'ladi 2A2 ga. Bundan biz buni A1, A2, A3 deb kiritamiz. Endi bizda A1 bilan A3 qo'shsak 3A minus B teng bo'ladi A plus B ning ikkilanganiga. 2A plus B. Bundan 2A plus 2B bo'ladi. Endi A teng 3B degan xossa paydo bo'lib qoladi. Ikkinchi, bunda B1 ko'paytirilgan B3 teng bo'ladi B2 ning kvadratiga. Shunda 3B plus 1 ko'paytirilgan 1, buni yozmasak ham bo'lardi, teng bo'ladi A minus 1 ning qavs kvadratiga. Endi 3B ning o'rniga A sonini qo'yamiz mana. Endi A plus 1 teng bo'ladi A kvadrat plus 2A plus 1 ga. Bu yerda minus edi. Bundan A kvadrat minus 3A teng 0 bo'ladi. Shunda A teng 0, A teng 3 degan yechimlar bo'ladi. Bunda biz ikkita holatni ko'rib o'tamiz. Ya'ni A teng 0, A teng 3 ni. Birinchi holatda A teng 0 ni olamiz. Bunda B ham 0 ga teng. Endi bundan arifmetik progressiyani tekshiradigan bo'lsak, birinchi xadi 0, ikkinchi xadi ham 0, uchinchi xadi ham 0 bo'lib qoladi. Bu arifmetikda. Geometrikda ko'rsak, geometrikimiz birinchi xadi 1, ikkinchi xadi minus 1, yana uchinchi xadimiz B 0 uchun bu 1 ga teng bo'ladi. Lekin bizda shartda berilgan geometrik progressiyamiz musbat xatlardan tashkil topgan deyilyapti. Bunda buni olmaymiz. Chunki bu yerda bitta minus 1 qatnashyapti ikkinchi xatda. Endi ikkinchi holatni ko'ramiz. A teng 3. Shunda B teng 1 bo'lib qoladi. Agar 3 qo'yganimizda. Endi bundan tekshiradigan bo'lsak, arifmetik progressiyada birinchi xat 3, keyin 4 va 5 bo'ladi. Geometrikda esa birinchi xadimiz 1 ga teng, ikkinchi xadimiz 2 ga teng, uchinchi xadimiz 4 ga teng bo'lar ekan. Endi buni olsak bo'ladi. Chunki hammasi musbat bo'lyapti. Musbat xat. Endi keyingi savolimizga o'tamiz. Shunda bizda 3 va 1 bo'lyapti. A kvadrat plus 1, A kvadrat plus B ning kvadrati teng bo'ladi 9 plus 1 ga. Javob shunda 10 ga teng. Keyingi savolimizga o'tsak ham bo'ladi. Endi bu savolning ikkita usuli bor. Birinchi usulimiz fikrlash orqali. Birinchidan bunda fikrlaydigan bo'lsak, A ning o'rniga nima son qo'yganimizda 2,5 ni beradi deb o'ylaymiz. Bundan nima qo'ysak, bundan 2 ni qo'yganimizda A ga 2,5 ni beradi. Ya'ni 2 plus 1 taqsim 2 teng bo'ladi 5 taqsim 2 ga. Demak, A ning o'rniga bu ifodada ham shunday qilamiz. Bunda 32, ya'ni 2 ning 5-si plus 1 taqsim 32 plus 3 minus 1 taqsim 32. Bundan 1 taqsim 32 lar qisqarib javob 35 qoladi. Bu oson usul. Oson fikrlash. Lekin qiyinroq usuli bor, lekin u aniq usul.
chiqmay qoladigan vaziyatlar bo'ladi, fikrlab topolmaydigan bo'lamiz. Shunda kerak bo'ladi. Unga ko'ra biz birinchi o'rin a kvadrat, buni ikki tomonni ham kvadratga oshiramiz. Shunda a kvadrat plus 1 taqsim a kvadrat plus 2 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan 1 taqsim a teng bo'ladi 25 taqsim 4 ga. Bundan a'lar qisqaradi. A kvadrat plus 1 taqsim a kvadrat teng bo'ladi 17 taqsim 4 ga. Bu birinchi narsamiz. Ikkinchi, a kub plus 1 taqsim a kub. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 1 taqsim a plus a yana qolishida a kvadrat minus a ko'paytirilgan 1 taqsim a plus 1 taqsim a ning kvadrati. Bu teng. Endi a plus 1 ni mana shu yerni 2,5 ga tengligini bilamiz. Endi bu bilan bu, ya'ni ikkalasi biz topib oldik. 17 taqsim 4 ga teng. Endi bundan 5 taqsim 2 ko'paytirilgan 17 taqsim 4 minus 1. Bundan a kub plus 1 taqsim a kub teng bo'ladi 5 taqsim 2 ko'paytirilgan 13 taqsim 4 ga. Bundan 65 taqsim 8 chiqadi. Bu ikkinchi narsamiz. Endi bu ikkalasini ko'paytiramiz. Ya'ni a kvadrat plus 1 taqsim a kvadrat a kub plus 1 taqsim a kub. Buni ko'paytirganimizda a ning 5-si plus 1 taqsim a plus a plus har birini xatma-xat ko'paytiryapman. Xatma-xat ko'paytirib chiqyapman. Bundan tushunasizligini umiddaman. Birato'la qisqarib ham ketadi. 1 taqsim a ning 5-si. Shunda bu o'zi 2,5 ga teng. A ning 5-si plus 1 taqsim a ning 5-si plus 5 taqsim 2 bo'lyapti. Bundan 17 taqsim 4, ya'ni bu ikkalasini ko'paytiryapmiz-ku. Bu bittasi 17 taqsim 4 ga teng. Yana bittasi 65 taqsim 8 ga teng. Bundan ko'paytirganimizda 17 ko'paytirilgan 65 taqsim 8 teng bo'ladi 1105 taqsim 32 ga. Shunda a ning 5-si plus 1 taqsim a ning 5-sini 5 taqsim 2 ni bu yoqqa minus qilib o'tsak, javobimiz 1025 taqsim 32 bo'ladi. Bu usul qiyin bo'lib ketadi, shuning uchun o'ylagan yaxshi. Lekin hozir buni joyiga qo'ysak, mana joyiga tepaga qo'yganimizda 1025 taqsim 32 minus 1 taqsim 32 plus 3. Endi 1024 taqsim 32 plus 3. 1024 ni 32 ga bo'lsak, o'zi 32 chiqadi. Ya'ni 32 ning kvadratiga teng. Bundan 35 degan javob chiqadi. Lekin boyagi usulimiz juda ham yaxshi edi. Bu usul hammasida ishlaydi, lekin son topolmay qolgan vaziyatimizda. Boyagidek fikrlab ketsak yaxshi. Endi keyingi savolimiz. To'g'ri burchakli uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusini r deb va gipotenuzaning uzunligini s deb olsak, r taqsim s ning eng katta qiymatini so'ralyapti. Bunga ko'ra r maksimum katta bo'lish kerak. R maksimum bo'lish kerak. Ya'ni radiusimiz maksimalni katta bo'lish uchun bizga kvadrat kerak. Chunki kvadratni teng 2 ga bo'lganimizda bu to'g'ri burchakli uchburchak bo'lib qoladi. Uning ichiga chizilgan aylanamiz radiusi eng katta bo'ladi.
eng katta maksimum nuqtasi bo'ladi. Maksimum kattalikda bo'ladi. Ya'ni max. Qisqartirib aytganda. Endi bundan radiusimiz mana shu deb hisoblaymiz. Bu r ga teng. R teng s taqsim yarim perimetr. Bundan bu yer s deyilyapti. Shunda s taqsim ilzos 2 ga teng. Bu yerlar s taqsim ilzos 2. Bundan radiusni topadigan bo'lsak, s o'zi s kvadrat taqsim 2 taqsim 2 ekan. Bundan yarim perimetr. Yarim perimetrimiz ilzos 2 s plus s bo'ladi. Taqsim 2 bu ham. Shunda ikkilar qisqaradi. Bitta ikkilar qisqartiramiz. Shunda r teng s kvadrat taqsim 2 ko'paytirgan s chiqaramiz. S ilzos 2 plus 1. Bundan s'larni qisqartirsak s taqsim 2 ilzos 2 plus 1 bo'ladi. Endi bizda r taqsim s ni so'ragan uchun s ni bu yoqqa bo'lish qilib o'tkazamiz. Shunda r taqsim s teng bo'ladi 1 taqsim 2 ilzos 2 plus 1 ga. Endi mahrajini irratsionallikdan qutqarsak ilzos 2 minus 1 ko'paytiramiz. Ilzos 2 minus 1. Endi ilzos 2 minus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 2 minus 1 bo'ladi. Shunda javobimiz ilzos 2 minus 1 taqsim 2 ga teng. Bu misolda radius maksimalni katta bo'lishi kerak-da. Chunki eng katta qiymat so'ralyapti. Mahraj qanchalik kichkina bo'lib, surati mahraj qancha kichkina bo'lsa, surati qanchalik katta bo'lsa, shunda bu ifoda ham shuncha kattalaradi. Ya'ni kasrning mahraji kichik bo'lishi kerak, lekin surat katta bo'lishi kerak. Ya'ni masalan a taqsim b deganda bunga a taqsim b ga a ga 10 qo'ysak, b ga 2 qo'ysak bu 5 chiqadi. Lekin teskarisini qilsak, ya'ni a taqsim b deb 2 taqsim 10 desak 1 taqsim 5 chiqadi. U shunchalik kichkina bo'lib qoladi. Shuning uchun mahrajini kichikroq qilib, bu yoqni kattaroq qilish kerak suratini. Keyingi misolga ham o'tsak bo'ladi. Bu misolimizda bizdan uchburchakning bitta ikki tomonining uzunligi berilyapti va orasidagi burchak berilyapti. Shu 360 gradusga aylanishdan quyidagi o'q atrofida 360 gradus aylanishda hosil bo'lgan jismning hajmini toping deyilyapti. Bunga ko'ra biz shaklni yasab olamiz. Ya'ni hozir yasab bo'lay. Bundan shaklimiz taxminan shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bundan bu yoqqa tortamiz. Buni endi fazoviy astronometrani o'qigan bo'lish kerak-da bolalar. Shunda qaranglar. Bizda bitta kesik konus hosil bo'ldi. Teskari bo'lib turgan kesik konus hosil bo'ldi va ikkita konus ham hosil bo'ldi. Bu konuslar mana bitta bu konus, pastda bitta bu konus bor. Shunda kesik konusdan общий bitta kesik konusdan ikkita butun konuslarni olib tashlasak, bizda qolgan shaklni hajmi chiqadi. Shunda birinchi v, ya'ni bu yerdan bitta radiuslar tortamiz. Bu yer 10 gradusligini bilamiz. Bu 80 gradus chunki. Bu yoq ham 80 gradus bo'ladi. Bu yer ham 10 gradus. Shunda biz bu yerda r, bu yerni h1, bu yoqni h2, buni kichkina r deb kiritamiz. Biz bitta sinuslarni topamiz. Sinus 10 gradus.
sinus 10 gradusda h1ning 3 ga nisbati h2ning 2 ga nisbati bo'ladi. Endi bundan h1 ni topadigan bo'lsak, h1imiz 3 sinus 10 ga teng. h2imiz 2 sinus 10 gradusga teng. Bundan endi ikkinchi qiladigan ishimiz kosinus 10 gradus topamiz. Kosinus 10 gradus. Bu yopishgan katetning gipotenuziga nisbati, ya'ni r taqsim 2 r taqsim 3 bo'ladi. Bundan katta yerni topadigan bo'lsak 3 kosinus 10 gradus. Kichkina yerni topadigan bo'lsak 2 kosinus 10 gradus bo'ladi. Endi biz birinchi kesik konusni topamiz. V kesik konus. Bu kesik konusimiz formulasi 1 taqsim 3 pi h qasicida r kvadrat plus r plus kichkina yerning kvadrati. Bundan joyiga qo'yadigan bo'lsak 1 taqsim 3 pi h bizda h1 bilan h2 ning yig'indisiga teng. Ya'ni bularning yig'indisi 5 sinus 10 gradus bo'ladi. Ko'paytirilgan katta yerning kvadrati 9 kosinus kvadrat 10 gradus plus ikkalasining ko'paytmasi 6 kosinus kvadrat 10 gradus plus kichkina yerning kvadrati 4 kosinus kvadrat 10 gradus. Bundan kesik konusimiz bizda teng bo'ladi 95 pi taqsim 3 ko'paytirilgan sinus 10 gradus ko'paytirilgan kosinus kvadrat 10 gradus. Mana shu yerda hisoblab qo'yish kerak-da. Men endi hisoblab bo'lganimda avvalam ishlaganman. Shuning uchun endi bundan v birinchi konus, ya'ni mana shu katta yer bilan bog'langan konus. Bunga ko'ra 1 taqsim 3 pi r kvadrat h1 bo'ladi ko'paytirilgan. Endi pi taqsim 3 ko'paytirilgan r ning kvadrati katta yerning 9 kosinus 10 gradus ko'paytirilgan bu kvadratda ham bo'lardi. Ko'paytirilgan h1 bizda 3 kosinus 10 gradusga teng. Endi sinus bu sinus 10 gradus. Endi ularni qisqartiramiz. Shunda 9 pi kosinus kvadrat 10 gradus sinus 10 gradus bo'ladi. V2 ya'ni ikkinchi konusimiz, kichkina yerga bog'langan ikkinchi konusimiz mana shu. Bu bizda shu formulaga qo'yamiz. 1 taqsim 3 pi kichkina yerning kvadrati 4 kosinus kvadrat 10 gradus ko'paytirilgan sinus, ya'ni h2 2 sinus 10 gradus. Bundan yig'indimiz teng bo'ladi, ko'paytmamiz teng bo'ladi 8 pi taqsim 3 kosinus kvadrat 10 gradus sinus 10 gradusga. Endi bu ikkalasini yig'amiz va bundan ayiramiz. Shunda bizda v kesik konusdan ayiramiz v1 ni, ayiramiz v2 ni. Ana shunda bizning shakl qoladi. Bunda biz hammasida bor narsalarni chiqarib olamiz. Ya'ni pi ni, keyin kosinus kvadrat 10 gradusni, yana sinus 10 gradusni. Shunda
kesik konusimizda qoladi. 95 taqsim 3 minus minus 9 minus 8 taqsim 3. Bundan 95dan 8 ayiramiz. 95dan 8 ni ayirib, birato'la 3 ga ham bo'lsak, o'zi 29 qoladi. Minus 9 ko'paytirilgan, mana ko'paytirilgan mana shu narsalar bor. Shunda bizning shaklimiz v shakl teng bo'ladi 20 pi bo'ladi. Mana shu yerda 20. Bundan biz 10 ko'paytirilgan pi ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan kosinus 10 gradus ko'paytirilgan sinus 10 gradus deb yozib olamiz. Ko'paytirilgan yana kosinus 10 gradus bor. Bundan 10 pi ko'paytirilgan mana shu yer kimdir sezgan bo'lsa, sinus 2 alfa formulasidan sinus 20 gradus kelib chiqadi. Bundan sinus 20 gradus ko'paytirilgan kosinus 10 gradus bo'ladi. Endi bu bizda qaysi javobga to'g'ri kelishini bilishimiz kerak. Ya'ni 10 pi sinus 20 gradus kosinus 10 gradus. Shunda bizda D javobga to'g'ri kelar ekan. D javob to'g'ri javob. Keyingi savolimizda bu savolda biz bog'lab olishimiz kerak. Bunga ko'ra bitta radius ortamiz, diametr. Bu to pastgacha davom etadi. Bu yerdan ham shunda bu mana shu yerni ham tortamiz. Bu yoqdan ham bitta tortib olsak, bizda mana shu radiusi 2 deyilyapti, buniki 3 deyilyapti. Bunda ham radius 2 ga teng. Endi bizda 2 3ligidan bu yer 5. Mana shu yer 2. Bu yer ham demak 2 bo'ladi. Bu ham 2ligidan mana shu yer 2. Ya'ni umumiy balandligimiz 9 bo'ladi. Endi bu yerdan bitta radiusini tashlasak, bu ham 3 ga teng. Shunda bu ham 3 ga tengligidan mana shu, ya'ni shu yerimiz K dan shu yergacha 5 ayirib tashlaymiz. Ya'ni 9 dan 5 ayirib 4 qiladi. Demak, bu yer ham 4 ga teng. Bu to'g'ri burchakli bo'lgani uchun uchburchagimiz mana shu yer 3 ga teng. Endi radiusimiz 5 ga teng bo'lib qolyapti. Mana shu yerdan hozir yashilda chizib ko'rsataman. Mana shu yerdan radiusligimiz 5 ga tengligi isbotlandi. Endi radius 5 ga teng ekan. Radius 5 ga teng. Bizdan birinchi savolda silindr idishining hajmi so'ralyapti. Bunga ko'ra v silindrni topamiz. Silindr hajmi pi r kvadrat, ya'ni 25 ko'paytirilgan h bo'ladi. Pi r kvadrat h. H bizda 9 ga teng. Bundan pi ni ham 3 deb oling degan. 3 ko'paytirilgan 225 teng bo'ladi 625 ga. 675 uzr. Shunda bizda S javob bo'lyapti. Bunga S javob. Keyingi savol. Ikkinchi rasmda sharlardan suv yuzasigacha bo'lgan eng qisqa masofa so'ralyapti. Shunda shardan shu yergacha eng qisqa masofa so'ralyapti. Mana shu. Endi bizda bizda ikkinchi rasmda qizil sharni olib tashyapti. Shunda mana shu yerga qizil sharning hajmi to'g'ri keladi. Shunda suv bor joyiga
Shuning uchun bu yerni mana shu yerni tortib olamiz. 4 ga teng. Ya'ni ikkita radius diametrga. Bu yer ham 4 ga teng. Bundan bitta to'g'risiz tortsak, mana shu yerni ham bitta konus deb, shu yerda ham bitta asos bor deb olsak. Mana shu yerda ham bitta asos bor. Endi bizda hosil bo'ldi 3 ta silindr. Ya'ni bitta umumiy silindrni 3 ga bo'ldik. Ya'ni bu yerni mana shu va shu. Bu yerda bu 4 ga teng, bu h, mana shu yerda x debdi. Biz x ni topishimiz kerak ikkinchi shartda. Bunda biz birinchi h ni topamiz. H ni topish uchun bo'sh suvni, ya'ni suv yo'q joyni, mana shu yerni hajmini topib, qizil sharga tenglashtiramiz. V qizil. Bu qizilga v bo'shni tenglashtiramiz. Bo'sh. Bundan birinchi v qizilni topsak, qizil sharimizni radiusi 3 bo'lgani uchun 4 taqsim 3 pi r kub, ya'ni 27. Bundan pi'larni qisqartirsak bo'ladi pi bilan 3 ni. Chunki pi 3 ga teng. Bundan teng bo'ladi bo'sh qism. Bo'sh qism bizda pi r kvadrat, ya'ni r 5 ga teng. 25 ko'paytirilgan h bo'ladi. Ya'ni h bizda mana shu yer. Bunda 3 bilan buni qisqartiramiz. Shunda 9 qoladi bu yoqda. 36 taqsim 25 teng bo'ladi h ga. Bundan endi h bor, x bor, bu yerda 4 bor. Umumiy balandligimiz, ya'ni AD 9 ga teng. 9 teng bo'ladi h plus x plus 4 ga. Bundan h ni joyiga qo'yamiz. 36 taqsim 25 plus x plus 4. Bunga 25 tadan beramiz. Shunda 136 taqsim 25 plus x bo'ldi. Bundan x ni topadigan bo'lsak 9 minus 136 taqsim 25 bo'ladi. Bundan x imiz teng bo'ladi 89 taqsim 25 ga. Bizda savolda millimetr degan joy bor mana. Ana shu millimetr degan joyiga e'tibor berish kerak. Shunda bizda 1 santimetrimiz, 1 detsimetrimiz, bu yerda hammasi detsimetrda berilyapti-ku, radiuslar ham, balandligi ham, hammasi. Shunda detsimetrimiz 10 santimetr. 1 santimetrimiz 10 millimetr. Shunda 100 millimetrga teng bo'ladi. Ya'ni 1 detsimetrimiz 100 millimetr. Shunda x ni bu detsimetrda. X ni millimetrda topadigan bo'lsak 89 taqsim 25 ko'paytirilgan 100. Bu millimetrda bo'ladi. Millimetrda. Bundan javobimiz 356 ga teng. Ya'ni B javob. Endi keyingi savol, birinchi rasmdagi silindr idishga solingan suv hajmini toping. Bunga ko'ra biz umumiy silindr hajmidan bitta qizil sharni va ikkita yashil sharni olib tashlaymiz. Shunda v yashil shardan hisoblaymiz. Yashil sharimiz bizda 4 taqsim 3 pi r kub, ya'ni radiusimiz 2 bo'lgani uchun bu 8 bo'ladi. Bundan pi bilan 3 ni qisqartiramiz. Javob 32 bo'ladi. Endi v suvni topadigan bo'lsak, bizdan umumiy silindr hajmi 675 ayrilgan ikkita yashil ikkita yashil shar, ya'ni 32 ga teng uning hajmi, minus bitta qizil shar. Qizil sharimiz bizda hajmi tepada topgandik 36 pi ga teng. Bu ham 36 pi mana shu yerda.
faqat bu yoqdagi qisqartirganimiz uchun mana shu yer o'zi aslida 36 pi ga teng bo'lishi kerak. 36 pi. Bundan ham pi'larda qisqartirganimizda shu natija keladi. Bundan 36 pi'ni 3 ga, ya'ni pi'ni 3 deb olamiz. Bundan 3 deb olsak 108 chiqadi. Bundan javobimiz teng bo'ladi 503 ga. Bundan bizda 503 Y javobda bo'lgani uchun bunga Y javob deb kiritamiz. Endi oxirgi savolimiz. Bu savolda bizdan so'ralyapti, bo'yalgan soha yuzi 14 ga teng. Ya'ni mana shu soha yuzida 8 burchak yuzasini hisoblang. A, B, D 3 burchak yuzasini hisoblang deyilyapti. Bundan biz mana shu yerni hajmini hisoblashimiz kerak. Yuzasini. Bu hammasidan markazga qarab radiuslar tortsak. O'zi bu bizda mana shunday bir tashqi chizilyapti va hammasidan radiuslar bu aylana markaz bo'ladi. Bundan hammasi R ga teng. Bu yoq ham R ga teng. Endi buni ham tortib olamiz. Bundan bu yerda S deb kiritsak, bu yer ham S bo'ladi. Hammasi S dan. Bu yer S taqsim 2, bu yer ham S taqsim 2. Chunki teng bo'lyapti tomonni. Endi biz bundan bo'yalgan soha yuzini 3,5 S, ya'ni 7 S taqsim 2 ligini bilamiz. Bu 14 ga teng. Shunda bizda S teng bo'ladi 4 ga. Endi biz S 4 ga tengligini bilsak, birinchi holat bu. Umumiy silindr hajmi kerak, yuzasi. Bundan ham har biriga tortamiz. Har biriga tortganimizda bu yerlar ham S dan tushadi. S, bu ham S. Shunda umumiy S 8 burchagimiz teng bo'ladi 8 S ga. Shundaymi? 1, 2, 3, 4. 8 S ga teng. Bundan javobimiz 32 ga tengligini bilsak bo'ladi. Ya'ni bu javobga 32 yozamiz. Keyingi savolda A, B, D 3 burchak yuzini hisoblang. Ya'ni A, B, D 3 burchak. Mana shu hozir chizib ko'rsak, A, B, D 3 burchak yuzi mana shu yerni so'rayapti. Bunga ko'ra biz mana shu asosini, ya'ni AB asosini davom ettiramiz. Keyin D burchakdan bitta balandlik tushiramiz. Bu balandlik ekanini ham hozir isbotlab ko'rsataman. Bu yer 90 gradus bo'lgani uchun 90 gradus bo'lishini isbotlaymiz. Bu yer 135 gradus, to'g'rimi? 135 gradus. Ya'ni hozir boshqa rangda chizib ko'rsak, shu yer 135 gradus. Shunda ichki burchak 45 gradus tushadi. Bu yer ham 135 gradus. Shunda bu yoq 45 gradusga teng. Endi mana shu burchagimiz 90 gradus bo'lish majbur. Chunki ikkita 45, bu yeri 90 bo'lishiga majbur. Endi biz mana shu yerni x ligini bilamiz. Tomonni x deb belgilaymiz. Har birida x dan tushadi. Bunda bu yer x bo'lsa, ya'ni gipotenuzasi x bo'lsa, katetlari x taqsim ilzos 2 bo'ladi. Chunki ilzos 2 marta kichkina, tengyonli to'g'ri burchakli uchburchakda. Endi biz markaziy burchakni 45 gradus ekanini bilamiz. Chunki 360 ni 8 ga bo'lganimizda 45 gradus bo'ladi. Bundan bitta kosinuslar teoremasi qilamiz. Biz kosinuslar teoremasi birinchi radiusni topishimiz kerak. Bunga ko'ra S 4 ga tengligidan bitta S bo'yicha hisoblaymiz. S 4 ligidan
1 taqsim 2 AB ya'ni r kvadrat sinus alfani topamiz. Sinus alfamiz ildiz 2 taqsim 2 ga teng. Bundan 16 taqsim ildiz 2 chiqadi. Bu ya'ni radiusimizda 4 teng ildiz 2 r kvadrat taqsim 4. Bundan r kvadratimiz 16 taqsim ildiz osti 2 ga teng. Bu ham 8 ildiz osti 2 ga teng. Endi bizda yana nima qoldi? Bu r kvadratni topdik. Endi bizdan so'ralayotgan narsa x. X ni topishimiz uchun 4-chi ish. X ni topish uchun x kvadrat teng bo'ladi. X kvadrat teng bo'ladi. Kosinuslar teoremasiga ko'ra 2r kvadrat minus 2r r kvadrat ko'paytirilgan kosinus 45 gradus ildiz 2 taqsim 2. Bundan 2 lar qisqaradi va x kvadrat teng bo'ladi 8 ildiz 2 ni joyiga qo'yamiz. 16 ildiz 2 minus 16 bo'ladi. Bundan x kvadrat bor. Endi bizdan mana shu soha yuzi, ya'ni shu yerni topishimiz kerak. Bu ABD uchburchak yuzini topish uchun AH taqsim 2 dan ishlatamiz. Ya'ni bu yer ham x ga teng. Ya'ni asos x ga teng. Balandlik x plus x plus x taqsim ildiz 2 ga teng. Ya'ni h x plus x taqsim ildiz 2 ga teng. Bu ham teng bo'ladi ildiz osti 2 x plus x taqsim ildiz 2 ga. Bundan asos ya'ni a teng bo'ladi x ga. Endi s ABD ni topsak. AH taqsim 2 dan ildiz osti 2 x kvadrat plus x kvadrat taqsim ildiz osti 2 taqsim 2 ham bor. Bundan biz x kvadratni qasddan tashqariga chiqarib yuboramiz. Bu yerdan x kvadratda 16 chiqarsak ildiz osti 2 minus 1 bo'ladi. Shunda s ABD teng bo'ladi x kvadratni chiqaramiz. Ildiz osti 2 minus plus 1 qo'yamiz. 2 ildiz osti 2. Bundan x kvadratni joyiga qo'ysak 16 ildiz osti 2 minus 1 ko'paytirilgan ildiz osti 2 plus 1 bo'ladi. Taqsim 2 ildiz osti 2. Shunda s ABD teng bo'ladi 16 ko'paytirilgan 2 minus 1 taqsim 2 ildiz osti 2. Bundan 16 taqsim 2 ildiz osti 2 javob shunda 8 taqsim ildiz osti 2 4 ildiz osti 2 degan javob qolar ekan. Bu javob to'g'ri javob 4 ildiz osti 2. Bu savollarimiz tahlili tushunarli va siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoning boshida aytgandek, like bosing, obuna bo'ling va Telegram kanalimiz, ya'ni Azamov Mes. Bunaqa kuchukcha bilan izlaysizlarda, ana poiskdan Azamov Mes deb izlasizlar chiqadi. Azamov Mes. Ana shunga obuna bo'lib, hamma savollarning tahlili, hamma narsa tashlanadi. Iloji boricha aktiv bo'lib tursangiz, bu kanalda hamma ma'lumotlar, narsalarni tashlab boramiz. Bu kanalimiz nima desam, milliy sertifikat, TTM, attestatsiya savollari hammasidan ko'rib o'tiladi. Hamma kerak savollar, ehtimoliy savollar ko'rib boriladi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'llab turasiz degan umiddamiz.